1000 qadamdan tanga pulni urib bera olasizlarmi? Tanga oldiga qarab uchadimi, orqaga qarab uchadimi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz harbiy qismning dala o'quv mashg'ulotlari maydoniga yetib keldik. Bu yerda askarlarimiz navbatdagi o'q otish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etayotgan ekan. Garchi askarlarning harbiy qismga kelganiga endigina 4 oy bo'lgan bo'lsa-da, ular o'q otish bo'yicha muayyan mahorat va salohiyatga ega bo'lganligining guvohi bo'ldi. Shu o'rinda mening Alpomish dostonidagi bir voqea esimga tushib qoldi. Eslaysizmi? Barchinoy Alplarga shunday shart qo'yadi. 1000 qadamdan tanga pulni urganga men tegaman, shu qarchig'ay merganga degan shart. Bugun ham harbiylarimiz orasida, bugun ham bizning o'g'lonlarimiz orasida mana shunday Alplar bormi? Keling shuni sinab ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana men merganlarimizning yoniga yetib keldim. Sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Alpomish filmini ko'rganmisizlar? Ko'rganmiz. Mana shu filmda bir epizod bor. Barchinoy Alp yigitlarga shart qo'yadi. 1000 qadamdan tanga pulni urganga men tegaman, shu qarchig'ay merganga. Sizlar ham 1000 qadamdan tanga pulni urib bera olasizlar? Xuddi shunday urib beramiz. 1,5 metr masofada tebranuvchi vositada urib beramiz. Demak, men hozir mana shu tangani olib boramanda 1,5 metrdagi nishonga qadayman. Siz uni tebrama vositada urib berishingiz kerak. Kelishdingmi? 1,5 metr yurib keldim. Hozir men ushbu tangani nishonga yopishtiraman. Mana ko'rib turganingizdek, men tanga pulni 1,5 metr uzoqlikdagi nishonga joylashtirdim. Hozir ko'ramiz, berganimiz shuni 1,5 metr uzoqlikdan nishonga olish kerak bo'ladi. Ochig'i qoyil qoldim. 1,5 metrdan tangani urdi. Hozir biz tangani topishimiz kerak. Tanga oldiga qarab uchadimi, orqaga qarab uchadimi? Ha, mana. Mana tangani topdim. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'ring. 1,5 metrdan urilgan tangani holati. Demak, O'zbekiston armiyasida haqiqiy merganlar xizmat qilmoqda. Barchinoylar, ko'rib qo'ying.